iltimos farzandinglarni qarindoshga bermanglar. Iltimos qarshi bo'linglar qarindosh urug' orasidagi turmushga. Chunki butun dunyo buni isbotlab berdi. Birinchi e'tibor qildik, bir-biriga o'xshab turibdi oila. Savol berdik, bir-biringizga qarindoshmisizlar? Yo'q. Lekin ikkita embrion yashamagan, to есть 5 kunlik masofaga yetmagan, qolgan ikkita embrion yashagan taqdirda ham rivojlanmay qolgan. Demak, savol tug'ilyapti. Bu yerda faqatgina ayolni homila tushish qobiliyatiga ta'sir qiluvchi infeksiyami yoki boshqa sabab bormi? Bu yerda albatta boshqa sabab bor ekan. Oila bilan chuqur gaplashganimizda ham yigitimiz bo'lajak adajon, ota-onasi qarindosh, ham qizalog'imiz 29 yoshdalar, ota-onasi qarindosh. Demak, qarindosh urug' orasida dunyoga kelgan farzandda ham genetik sinishlar yoki mutatsiyalar bo'lishi mumkin. Biz buni yaxshi o'rganib chiqamiz. Yaqinda hattoki televideniyada qarindosh urug' orasidagi turmush mumkinmi degan shov-shuvga chiqib ketgan alo doktor ko'rsatuvida ham shuni gapirdik. Iloyim bu oila tug'vosin, imkoni bor. Предгенетическая диагностика NGS metodikasi bilan M va A.